Assalomu alaykum Videomiz kanalining kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 17-iyun biz o'zimizning xonadondan Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad anchadan beri video chiqarmay qo'ygandim. O'shani ko'pchilik nimaga video chiqarmayapsiz, mol nima bo'ldi, o'zgardimi, olganingizda mishiqdek kelardi, qanday bo'ldi, o'sdimi deb ko'pchilik akalarimiz hazilamiz kommentariyalar ham yozishdi. O'shalarga chiroyli qilib molimizni o'zgarganini ko'rsatib qo'ymoqchiman va sizlar bilan birgalikda kechki yemini beramiz. Keyin yemini rasxoti qanaqa bo'lyapti, bir oylik rasxoti o'shani aytaman. Keyin qanaqa yemda boqqan foydali bo'ladi, sizlarga bir qator qo'ldan kelgancha ma'lumot berib ketaman. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, o'sha yemdan bemalol olishlaring mumkin. Mana hozir bir mahaliga 5 kilo silosyapti. Mana somonimiz bor, ozgincha somon beramiz va mana yemimiz bor. Kimni esla bo'lsa, men o'zim yem tayyorlardim. Hali aralashtirib yem tayyorlardim. Kepay, makkani uni, sho'rxa, kunjarani 4 ta narsani aralashtirib yem tayyorlab berardim. Hozir mana akalarimizni tanjoni sog' bo'lsin, chiroyli qilib o'zlari yemxonada aralashtirib berishyapti. O'sha yemdan olib kelib beryapmiz 5000 kismdan. Ichida foydali narsalari ko'p, 9 xil narsani aralashtirishyapti. Buni yemni aralashtirib berishgan videosi ham bor, oraga qo'yib ketaman. Agar kimga mana shunaqangi yem ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aytsalaring. 1 tonnagacha Marg'ilon ichi dastlabkasi bepul, qolgan viloyatlarga ozgincha yo'l kira qo'shilib oladi. Kelishilgan holatda bizga pul tashab bersalaring, olib borib yetkazib ham berishaveradi. Yetkazib berish dastlabki xizmatlari bor. Boshqa qo'y boqadigan akalarimizga ham arpa, makka, bug'doyni chala bilkadan yarimtak holatda chiqarilgan qo'y bob yemlari ham bor. Nomerlarni qoldirib o'tib ketaman. Bemalol telefon qilib aytishlaring mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda yemini beramiz. Qancha vaqt ketishini ko'rasizlar. Endi kimdir atalar bilan boqadi, vaqt ko'proq ketadi. Bu quruq yemda berilishini bitta foyda tarafi arzimagan vaqt ketadi. 2 minutga borib bormay molni yemini berib berish mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda molni yemini beramiz. Mana akalar, mana bir kunda mana mashinchagina somon tashlaymiz. Ozgina bu silyosni hidini olgani yaxshi. Mana 5 kilogramm silyosimizni shunday to'kamiz. Mana silyosini solib yengil aralashtirib olsak. Mana endi 1 kilogramm o'sha ideal yemimizni chachib beramiz. Mana hozir ko'rganlaringda u molni yemini bergani unaqangi qiyinchilik yo'q. 2 minut ham vaqt ketganda endi bu hozir kamerani o'chirib turib qo'lda yengil aralashtirib beraman. Mana akalar, qo'lda yengil aralashtirib yuborildi. 2 minut ham vaqt ketgani yo'q. Mana maza qilib yeyapti. Mana ideal yemimiz Marg'ilon shahrida Tutdagida. Mana shu 91 664 74 94 nomerlariga bemalol telefon qilib aytishlaring mumkin. Shahar ichi 1 tonna yemni bepulga uylaringga o'zlari olib borib tashab berishadi. Vodiy bo'yicha yetkazib berishaveradi. Uni kelishilgan holatda hozir mana aralashma yemni qanaqa aralashtirganini qo'yib o'tib ketaman. Hop, mana kepayda oldik. O'sha kelib menga aytadi, o'sha gapini. Birinchi narsasi. Qovurib qo'yaman. Mana ustiga un ham yaydik. Ikkinchi sort. Endi kunjara. Mana kunjaramizni ham to'kdik. Ideal yemimizni. Kepay, un, kunjara. Hozir makkani uni, arpani unini to'kamiz. Kalsiy sodasi. Vilafosini sepamiz. O'zini kilolarini.
kilolari bor. Xudo xolasa oxirida ko'rasizlar, yemni aralashtirilgan holatini. Makkani unini ham to'kdik. Makkani uni hozir endi arpani unini. Mana arpani unini ham to'kdik. Kilolarni oxirida aytib o'tamiz. Yaxshilab yayib endi kalsiysi bor, sodasi bor, vilafos degan proteini bor, ichki proteinlarni kuchaytirib beradigan, tuz bor. Jami 9 xil narsa bo'ladi. Hozir qolganini ham yaxshilab yayib olamiz. Mana sodani sepyapmiz. Yaxshilab hamma joyiga tushadi. Xudo xolasa oshqozonni tozalab yaxshi ishlatadi. Ishtahasi chatag'monlar ham ishtahalari ochilib ketadi. Tajribadan o'tdi 100%. Xudo xolasa 4-oy bu endi sotuvga chiqarilganiga effekti 100% zo'r. Navbatdagisi kalsiysi. Oyoq kasalligi, suvoq yemilishi, mollarning og'izdan bo'ladigan kasalligi hammasini oldini oladi. Kalsiyni ham hamma joyiga sepib olamiz yaxshilab. Xo'p, navbatdagisi vilafos germanskiy. Eng asosiysi vilafos shu narsa. Ichki proteinlarni kuchaytirib beradi. İştahani yaxshilaydi degan. O'tkir hidli, shirin hidli. Oxirgi 9-mahsulotimiz tuz. Oddiy iste'mol tuzi. Ideal yem. Endi yaxshilab 2 marta, 3 marta aqa-baqa aralashtirib tashlaymiz. Aralashtirilayotgan holati, Xudo xolasa hamma joyiga bir xilda yayiladi. 3 marta aqa, 2 marta aqa, 1 marta yana joyiga qaytarib aralashtiriladi. Hop, kepay, kunjara, un, makkani uni, arpani uni, soda, kalsiyk, vilafos, tuz. Mana aralashtirib oldik. O'ta shirali yem.
Unlik. Xo'p, kichikroq mollarimizga, buqalarimizga 1,5 kilodan kattarog'iga 2 kilo ichini o'tish o'tmasligiga qarab qo'shilib borilaveradi. Silos, somon shu ideal yemdan. Xo'p, buni asosiy molga foydalari: ishtahasini yaxshilaydi, og'iz kasalligi, tuyoq kasalliklarini oldini oladi. Xo'p, so'yilgandan keyin oxirgi natijaga kelsak, kiloga zo'r keladi, yog'siz, chiroyli go'sht beryapti. Natijadan o'tdi. Bir marta emas, 2 marta emas, 3 ta fermadan natija qildik. Adresga keladigan bo'lsak, Marg'ilon shahar Tutdagi mahalla fuqarolar yig'ini idorasini to'g'risida. Mana akalar ko'rganlaringdek, yemni mehri bilan chiroyli qilib, erinmasdan donini gulliga keltirib akalarimiz chiroyli qilib sizlar uchun foydali yem qilib tayyorlashyapti. Bemalol telefon qilib chaqirtirib anaqa qilishlaring mumkin. Aytsalaring olib borib berishadi. Keyin molimiz go'shtlikda qandaydir yog' baylab yormagan, arpani unlarini qo'shgan uchun yog'ini terib turadi, go'shti o'sadi, chiroyli bo'lib yetilyapti mollarimiz. Sizlarga ham yemni tavsiya qilib qolamiz. Mana shu ko'rib turgan nomerlaringga telefon qilib bemalol chaqirtirishlaring mumkin. Hozir bu molimizni birinchi olingan rasmini qo'yib o'tib ketaman. Farqi bo'lgan bo'lsa, aytasizlar qanchalik o'zgarganini. Mana akalar, rasmda ko'rdilaring o'sha molimiz tizza bo'yiga keladigan molimiz mana. Vaqt birillab o'tib ketyapti, molimiz o'sib, pulimizga pul qo'shilgani qolyapti. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Chorvada hali hech kim yutqizmagan, minusga yurmagan, foyda bo'lsa borki, ziyoni yo'q. Yemdi siz qanaqa yem berasiz degan akalarimiz mana shu video bo'ldi. Men shu quruq yem beraman. Kimdir atalar bilan yem boqadi. Kimdir quruq yem boqadi. Men atalarni yomonlamoqchi emasman. Prosta bu quruq yemimizni foydaligi haligindaqangi nima deydi? Rabochiy suvosh kiyib olib, qozonni oldida bir kunda ertalab 1 soat qaynatsangiz, kechbad 1 soat qozonni oldida bitta atala tayyorlash 2-3 soat vaqtingizni o'tkazib bormaysizmi? Tayyor hamma narsa bor mana. 5 minutga qolib qolmasdan yemini berib berishlaring mumkin. Ham meni o'zim uchun quruq yem yaxshi deb bilaman. Kimga qanaqa kommentariyaga yozib beringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.